Assalomu alaykum barchaga Clash of Clans muxlislari. Bilasiz, bu akkauntim ikkinchi akkauntim bor. Buni iloji boricha donat qilmasdan o'zini holida ko'tarishga harakat qilaman. Hozirda oxirgi vaqtda juda ham chekkada qolib ketdi bu akkauntimiz. Lekin shunday bo'lishiga qaramay, natijalar yomon emas. Kutilganidek full darajada ko'tarib boryapman. Barabar chips от меня. Endi 1-2 marta adashib turib donat qilgan vaqtlarim ham bo'lgan. Lekin natija doim bunday ham yomon bo'lmagan. Hozirda $3 ga o'sha maxsus nima desam bo'ladi, eventni sotib oldim va 3 xil оформление bor. 3 xil оформлениyadan birini o'tishim kerak. Kecha boshlarim shishib ketdi. Bu nima deydi, missiyani o'taman deb keling 3 xil bazani ko'ramiz. Yengilmas bazamda оформленияni mana bunisi bor, yengilmas bazamda, bu katta akkauntimda. Bu оформление allaqachon bor. Demak, bu narsani sinab o'tirmaymiz. O'zim yaqinda shu qishki yo buni yana bitta qishki bor edi, yo buni sotib olaman deb yurgandim. Lekin mana eventni o'zida keldi, juda ham xursandman. Birinchi marotaba o'yinga qo'shilgan оформление mana shu оформление bo'ladi. Mana buni ham qo'shib qo'yishgan. Ko'rib turibsiz, $7.85. Ya'ni 2 barobar qimmatroq va siz event yordamida qo'shimcha resurslarga ham ega bo'lasiz. O'ylab ko'ring, $7 ga bir dona оформление olgan yaxshimi? Yoki bo'lmasam $3 ga eventdagi sovg'alarni olgan ham yaxshimi? O'ylaymanki $3 ga 2x, ya'ni ishlarni amalga oshirgan ma'qulroq. Va mana bu оформление. Endi ko'proq mana shu оформление olish harakatdaman va hech ikkilanmasdan hozir bizda 2450 ta tanga boshqa bir sovg'alarni olishimiz ham mumkin. Lekin shart emas, chunki himoya qolgan narsalar bari full. Keling, mana shu оформленияni sotib olamiz va qabul qilib olamiz. Qani edi bu? Yamaya bug. Bug bo'lib qotib qoldi. Akkauntimizga sovg'amiz o'tmadi afsuski. Nima ham qilamiz, kutamiz endi. Bug bo'lib qotib qoldi. O'yinda hozirda mana shunaqa kamchiliklari bor. 1-2 kun ichida barini tuzatib, hammasini taxlab beramiz deyishyapti. Endi kutishdan boshqa choramiz yo'q. Ko'rib turganingizdek, оформление qo'shilmadi. Hali ikkinchi bazada ham imkoniyatim bo'lishi bilan sotib olib qo'yishim kerak va u yerda ham missiyalarni bajarishim kerak. Hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan gaplarim mana shulardan iborat. Iloji boricha donatni 1-2 kundan keyin qilsangiz, bir martada hammasini sotib olib qo'yasiz yoki bo'lmasa missiyalarni bajarib qo'ying. Ладно, все, пока.